Video davomida siz suzishni bilasizmi? Keling shu o'rinda suzish tarixiga ham bir nazar tashlasak. Suzishning foydalari orasida eng asosiylari shundan iboratki, homiladorlik davrida shifokor tavsiyasi bilan suzgan ayollarda suzishning salbiy ta'siri bormi? Yana bir muhim jihati, bu sport turi ozdiradi ham. Chiroyli qomat istaganlar uchun ham foydali. Biroq unutmang, suzish mumkin bo'lmagan holatlar ham mavjud. Suzish kimlarga taqiqlanadi? Yana suzganda xavfsizlik qoidalariga amal qilishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Bilamizki, sport inson salomatligida muhim ahamiyatga ega. Sizning qulog'ingizga bot-bot eshitilayotgan sog'lom turmush tarzi esa nafaqat to'g'ri ovqatlanish, balki sport bilan shug'ullanishni ham taqozo etadi. Aynan qaysi sport turi deysizmi? Misol uchun suzish. Siz suzishni bilasizmi? Uning inson salomatligi uchun foydali jihatlari haqida ma'lumotga egamisiz? Ha, sezib turganingizdek bu galgi dasturimizda suzish sport turi haqida so'z yuritamiz. Suzish bu yosh va qariga deyarli mos keladigan sport turlaridan biri hisoblanadi. Keksalar, yoshlar, muntazam jismoniy faol bo'lgan va endigina shug'ullanishni boshlayotganlar, shuningdek, sog'lig'ida muammo bo'lgan insonlar uchun ham u birdek foydalidir. Ma'lumki, har qanday yoshda bolalarning sport bilan shug'ullanishi ularning sog'lom ulg'ayishiga katta yordam beradi. Misol uchun, 2-3 yoshda bolajonlarning suzishi ancha foydali. Boisi bu vaqtda jismoniy yukka suvda bardosh berish oson, faqat tanani qiynash kerak emas. Biroq unutmang, bunda ham ayrim tavsiyalarga amal qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Suzish sportining ko'plab fiziologik foydalari mavjud. Suzish mushak skelet, nafas olish hamda qon aylanish kabi turli jismoniy tizimlarning sog'lig'ini mustahkamlashda ijobiy xususiyatlarga ega. Keling shu o'rinda suzish tarixiga ham bir nazar tashlasak. Suzish sport tarixi 15-16 asrlarga to'g'ri keladi. Suzuvchilarning dastlabki sport musobaqalari 1515-yil Venetsiyada o'tkazilgan. Ilk suzish maktablari esa 18-asrning ikkinchi yarmi, 19-asrning boshlarida Germaniya, Avstriya, Fransiyada ochilgan. 1890-yil suzish bo'yicha birinchi Yevropa chempionati o'tkazildi. 1896-yilda Afinada birinchi Olimpiya o'yinlari bo'lib o'tdi. U yerda suzish erkin uslub sifatida dasturga kiritilgan va shu vaqtdan Olimpiya o'yinlari dasturidan doimiy joy egallab keladi. Dastlab musobaqalarda erkaklar bellashgan bo'lsa, 1912-yilga kelib Stokgolmdagi yozgi Olimpiya o'yinlarida ayollar ham suzish sport turi bo'yicha ishtirok eta boshlashdi. Respublikamizda esa suzish sporti 1924-1925-yillardan rivojlana boshladi. Ana shu davrda ilk gidrostansiyalar qurilgan. Chunonchi Toshkentda bu suv to'g'on bilan to'silib, sun'iy suv ombori hosil qilindi. Bu yerda ikkita suv stansiyasi qurilib, suzish havzasi va balandlikdan suvga sakrash minoralari bunyod etildi. 1927-yil 1-marta shu yerda Toshkent va Samara, Rossiya shaharlari jamoalari o'rtasida suzish musobaqasi bo'lib o'tdi. 1930-yil Toshkent to'qimachilik kombinati qoshida stadion va isitiladigan ochiq havza qurilib ishga tushirildi. 1935-yil Andijonning sun'iy suv havzasida 1-marta Respublika suv sporti bayrami, suvda suzish bo'yicha O'zbekiston birinchiligi o'tkazildi. 1937-yil Toshkentdagi temir yo'lchilar istirohat bog'ida ochiq suv havzasi qurilib, suzish bo'yicha birinchi bolalar o'smirlar sport maktabi tashkil etildi. Keyin esa O'zbekistonda suzish bo'yicha Respublika federatsiyasi tuzildi. Toshkentda, shuningdek yurtimizning ko'plab shahar va tumanlarida suvi isitiladigan yopiq va ochiq suv havzalari qurilib, foydalanishga topshirildi. Mamlakatimizda ushbu sport turiga qaratilgan bunday e'tibor natijasi o'laroq qobiliyatli yosh suzuvchilar yetishib chiqa boshladi. Olimpiada o'yinlari, xalqaro musobaqalarda ular hozir ham muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishmoqda. Ushbu sport turi bilan shug'ullanish ulkan zafarlar olib kelish bilan birga salomatligingiz uchun ham ijobiy ta'sir etadi. Suzish sport turi sifatida yuqorida aytib o'tganimizdek ko'plab foydalarni o'z ichiga oladi. Sog'liq uchun bu ijobiy ta'sirlari sababli turli kasalliklarning oldini olishda yoki davolash jarayonida muhim ahamiyatga ega.
Suzishning foydalari orasida eng asosiylari shundan iboratki, u tanadagi barcha harorat organlarini ishlatadi. Ayniqsa bolalik davrida sog'lom o'sish va rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Farzandingizda mushak rivojlanishdan tashqari kuch, muvozanat, refleks, ritm kabi xususiyatlarning shakllanishiga ham yordam beradi. Suzishning foydalaridan yana biri mushak va bo'g'imlarning faoliyatini qo'llab-quvvatlashidir. Suzish sporti barcha yosh guruhlarida mushaklarning kuchini oshirishda, bo'g'imlarning harakat imkoniyatlarini kengaytirishda samarali vosita hisoblanadi. Shuningdek, mushak va bo'g'imlarning harakat chastotasi ortishi natijasida butun tanada moslashuvchanlik paydo bo'ladi. Bunga qo'shimcha ravishda suzish vaqtida ritmik harakatlar orqali suv ustida tura olish muvozanatini rivojlantirishda muhimdir. Suzish muntazam jismoniy faoliyatga aylanganda, tadqiqotlarda suzuvchi insonlarning reflekslari rivojlanganligi ham qayd etilgan. Bundan tashqari, suzish orqali suyak zichligining oshishiga oid ilmiy ishlanmalar ham mavjud. Kundalik hayotda ko'pincha odamlar stol oldida yoki tik holda ishlashlari sababli barcha yosh guruhlarida postura, ya'ni tana holatining buzilishi kuzatilishi mumkin. Suzish bilan shug'ullanish orqali orqa, yelka va qo'l mushaklarining ishlashi natijasida turishga ta'sir qiluvchi mushaklar kuchayadi. Shu sababli bu sport holat buzilishlarini bartaraf etishda muhim o'rin tutadi. Suzishning yana bir fiziologik foydasi nafas olish tizimiga bo'lgan ijobiy ta'siridir. U boshqa sport turlari bilan solishtirganda ular odatda tik holatda bajariladi. Ammo suzish suv yuzasida yuztuban kuch ishlatish prinsipiga asoslanadi. Bu holatda suv ko'krakka bosim qilgani sababli nafas olish, chiqarish tik turgandagi holatga qaraganda biroz qiyinlashadi. Mazkur qiyinchilik esa nafas olish mushaklarining rivojlanishini ta'minlab, uning sig'imini ortishiga yordam beradi. Natijada nafas olish tizimi mustahkamlanadi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, suzuvchi insonlarning nafas olish sig'imi suzmaydiganlarga qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Ishoning, suzish ushbu tizimdagi muammolardan xalos etadi. Agar bronxit yoki o'pka yallig'lanishidan aziyat cheksangiz, shifokor tavsiyasiga ko'ra suzish bilan shug'ullanishingiz lozim. Chunki bu sport turida muntazam nafas mashqlarini bajarishingizga to'g'ri keladi. Natijada o'pka chiniqadi. Bundan tashqari gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmasligidan xalos etadi. Yana suzishning qon aylanish tizimiga ko'plab foydalari mavjud. Ularning birinchisi tananing kislorodlanishini yaxshilanishidir. Shu yo'l bilan butun tana ko'proq kislorodga to'lib, sog'lomroq bo'ladi. Bundan tashqari, tananing yotiq holatda bo'lishi yurakning butunlay qon bilan to'lishiga va har bir qisqarishida tanaga ko'proq qon haydalashiga yordam beradi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam suzuvchi insonlarning yurak qon tomir salomatligi suzmaydiganlarga qaraganda ancha yaxshiroqdir. Suzish yurakka quvvat. Ma'lumotlarga ko'ra, Garvard universiteti tadqiqotchilari muntazam suzish mashg'ulotlari yurak qon tomir kasalliklari xavfini 41% ga kamaytirishi mumkin degan xulosaga kelishgan. Shuningdek, ushbu sport turi jarohatlardan yoki jarrohlik operatsiyalaridan so'ng tiklanayotganlar uchun ham ayni muddao. Suv tananing butun yuzasiga bosim o'tkazishi hisobiga yurakka keladigan qon oqimi oshadi. Bu esa yurak qon tomir tizimi kasalliklariga profilaktik ta'sir ko'rsatadi. Qondagi xolesterinni va qon bosimini pasaytiradi. Muntazam ravishda suvda suzish mashqlari yurak qon tomir tizimi uchun yaxshi foyda beradi. Yurak mushagi chiniqqanligi bois uning elastikligi ortadi. Suzish umumiy holda butun tananing harakati bilan bog'liq sport bo'lgani uchun kaloriya sarflash nuqtai nazaridan ham samarali hisoblanadi. Shu sababli suzish sog'lom vazn boshqaruvi masalasida sog'liq mutaxassislari tomonidan tez-tez tavsiya qilinadigan faoliyatdir. Bu jihatdan qaraganda, suzish juda yaxshi kaloriya sarflaydigan sport turidir. Shu bilan birga butun tana mushaklarining ishlashini va mushak hosil bo'lishini qo'llab-quvvatlagani sababli tananing tashqi ko'rinishini shakllantirishga ko'maklashadi, sog'lom va tarang qiyofa beradi. Yana bir gap,
Bularning barchasiga qo'shimcha ravishda homiladorlik davrida shifokor tavsiyasi bilan suzgan ayollarda kislorodlanish sig'imining ortishi tufayli ham o'z sog'liqlari ham chaqaloqlarining o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, homilador ayollar suzish orqali harakat va mushak imkoniyatlarini oshirganlari sababli suzmaydiganlarga qaraganda tug'ruqlari yengilroq kechadi. Ammo homilador ayollar muntazam suzishlari yoki suzishni davom ettirishlari uchun albatta shifokorlaridan ruxsat olishlari lozim. Asablarni ham tinchlantiradi. Yana suzish stressga qarshi kuchli doridir. Gap shundaki, inson organizmi ko'proq foiz suvdan iborat. Shuning uchun suv muhiti biz uchun qulay va suzishdan katta zavq olamiz. Suv tanani bo'shashtirish xususiyatiga ega bo'lib, mushakdagi spazmlarni ketkazadi. Miya tin olib, uyqu va xotira yaxshilanadi. Suvga tushgach, barcha yomon fikrlarni unutasiz va ruhiy zo'riqishlardan xalos bo'lasiz. Suzish osteoxondrozni oldini oladi va boshqa umurtqa pog'ona kasalliklarining ham rivojlanish xavfini kamaytiradi. Hovuzda suzish ayniqsa umurtqa pog'onasida muammolari bor bemorlarning sevimli mashg'ulotiga aylanishi lozim. Bu sport turi umurtqa qiyshayishining oldini oladi va bo'g'imlar bilan bog'liq artrit xastaliklarini davolashda yaxshi samara beradi. Yana bir muhim jihati, bu sport turi ozdiradi ham. Ortiqcha vazn bilan kurashayotganlar uchun ham suzish juda foydali. Axir bunday mashg'ulotlar paytida ko'p miqdorda kaloriya sarflanadi. Ma'lum bo'lishicha, yarim soatlik suzish trenajyor zalidagi 1 soatlik mashg'ulotga teng. Mashg'ulotlarga muntazam qatnashish natijasida moddalar almashinuvi yaxshilanib, sizga noqulaylik tug'dirayotgan ortiqcha santimetrlar o'z-o'zidan yo'qola boshlaydi. Chiroyli qomat istaganlar uchun ham foydali. Qanday qilib deysizmi? Suzish mashqlari davomida tanangizdagi barcha mushaklar ishlaydi. Mushaklar harakatlangani sari o'sib boraveradi. Natijada yog'lar hisobiga emas, aynan mushaklar hisobiga chiroyli qomatga ega bo'lasiz. Bilasizmi, suzish varikozning ham oldini oladi. Suzish mashg'ulotidan keyin qon aylanishi yaxshilanadi. Bundan tashqari asosiy yuklama boldir va oyoq kaftiga tushgani uchun venalarda yig'ilib qolgan qon tarqala boshlaydi. Suzish mushaklar kuchi va tonusini oshiradi. Masalan, yugurishdan farqli o'laroq, suzayotganda mushaklarimiz ko'proq qarshilikni yengadi, chunki suv havodan ancha zichroqdir. Bu mashg'ulotda barcha mushaklarimiz ishga tushadi va juda ko'p jismoniy harakatni bajaradi. Suzish paytida bo'g'inlardagi yuk kamayadi. Yugurish yoki trenajyor zalida mashq qilganda tizza bo'g'imlari va to'piqlarga katta yuk tushayotganini his qilasiz. Suzganda esa aksincha suvdagi vaznsizlik ta'siri tufayli bunday yuk bo'lmaydi. Bolalar suzishni yoshligidan boshlagani afzal. Ularni 1 yoshga to'lgunga qadar suzishga o'rgatsa ham bo'ladi. Chunki chaqaloqlar suvga juda yaxshi moslashadi va tezda suzishni boshlaydilar. Ma'lum bo'lishicha, suzish bilan shug'ullanadigan bolalar kuchliroq, shamollashga moyilligi past, harakatlar koordinatsiyasi yaxshiroq va mushaklari kuchli bo'ladi. Ular tezroq rivojlanadi. Biroq unutmang, suzish mumkin bo'lmagan holatlar ham mavjud. Ular og'ir yurak patologiyasi, nevrologik kasalliklar, teri infeksiyalari va o'tkir xastaliklardir. Suzish avvalo inson immunitetini mustahkamlab, shamollash, yallig'lanish kabi xastaliklarning oldini oladi. Gavda to'g'ri shakllanadi. Yassioyoqlikning oldi olinadi va bolada iroda hamda sabr-toqat xislatlari shakllanadi. Inson suzgan paytda tana go'yoki massaj oladi. Qon aylanishi va asab tizimi yaxshilanadi. Turli usulda suzish esa badanni mutanosib holatda chiniqtirib ulg'aytiradi. Bolaning qomati to'g'ri o'sishida suzishning nafi katta. Muntazam suzishga odatlangan bolaning bo'yi tez o'sadi va unda turli kasalliklarga qarshi mustahkam immunitet hosil bo'ladi. Suzishning salbiy ta'siri bormi? Kimyoviy usul bilan tozalangan suvda allergiyaga moyil yoki terisi quruq bolada allergik dermatit paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, suzish bolada quloq va tish og'rig'i, tumov kabi kasalliklarni qo'zg'ashi mumkin. Shu bois suzishga qatnashayotganda ana shu kabi alomatlar sezilsa, mashg'ulotni vaqtincha to'xtatish lozim. Bola bu kasallikdan butunlay forig' bo'lgandan so'ng ham ma'lum muddat suvga tushmaslik talab etiladi.
Chunki bu davrda organizm o'zini to'liq tiklab oladi va immunitet mustahkamlanadi. Kasallikdan so'ng suzish havzasiga tushgan bola me'yorga amal qilishi lozim. Suzish kimlarga taqiqlanadi? Birinchi navbatda tug'ma yurak porogi bor kishilarga, shu bilan birga teri kasalliklariga chalingan, o'tkir virusli infeksiya bilan zararlangan, ochiq yarasi mavjud, tirishish sindromiga va tana harorati ko'tarilishiga moyil inson suvda suzishi maqsadga muvofiq emas. Unutmang, suzganda tana sovib ketmasin. Katta-kichik suv havzalarida suzish tez-tez uchrab turadigan holatlardan biri. Bunga ayniqsa salomatligida muammosi bor kishilar jiddiy e'tibor berish kerak. Dengiz suvi tanani chuchuk suvga nisbatan ko'proq sovutib yuboradi. Natijada kishini garchi quyosh charaqlab, jazirama issiq bo'lishiga qaramay titroq bosadi. Bunday paytda qo'l, oyoqlar bilan faol harakatlanish va badanda mayda-mayda husnbuzar, qattiq sovuq ta'sirida paydo bo'lguncha suvda qolmaslik talab etiladi. Suvdan chiqqach, artinib, vaqtincha bo'lsa-da kiyinib olish kerak. Eslatma: mushak va tomirlarning tortishib qolishi asosan salqin suvda bo'ladi. Shuning uchun ochiq joyda suzgan paytda iloji boricha uzoqqa ketib qolmaslik lozim. Chuchuk ko'lmak suvda suzganda nihoyatda ehtiyot bo'lish zarur. Negaki bunday joyda bironta infeksiyani yuqtirib olish hech gap emas. Ayniqsa suvda turli hasharotlar bo'lsa, bu juda xavfli. Yana suzganda xavfsizlik qoidalariga amal qilishni unutmang. Havzaga kelib, darhol suvga tushmaslik kerak. Bu tomirlarning qisilishiga olib keladi. Organizmni 10-15 daqiqa suvga ko'niktirib, so'ng ohista suvga kirib suzish zarur. Havo harorati 23 darajadan past bo'lgan vaqtda ochiq joyda cho'milish mumkin emas. Notanish joylarga sho'ng'ish, suvga kalla bilan tashlash o'ta xavfli. Boisi suvning tubida har qanday jism yoki hasharotlar jarohat yetkazib qo'yishi mumkin. Ovqatlanish va suzish davri oralig'i muhim ahamiyatga ega. Bir vaqtning o'zida ham cho'milish, ham tamaddi qilish taqiqlanadi. Suvga spirtli ichimliklar iste'mol qilgan holatda tushish o'ta xavfli. Bu bosh miya tomir to'rayishi va kengayishini to'sib qo'yadi. Quyoshda uzoq toblangandan keyin ham suvga tushish yoki sakrash tavsiya etilmaydi. Bu muskullarni qisqartirib, yurak faoliyatining to'xtashiga olib kelishi mumkin. Suzish havzasida 40 daqiqadan ortiq turmaslik kerak. Xulosa o'rnida aytish lozimki, kasalliklarni davolashda soha bo'yicha mutaxassis shifokorning tavsiyasi sog'ayishni tezlashtirishda yanada samarali bo'ladi. Shu sababli dastur davomida tilga olingan sog'lig'ingiz bilan bog'liq muammolar sizda ham bo'lsa, suzish mashg'ulotini boshlashdan avval oilaviy shifokoringizga albatta murojaat qiling. Har bir narsada me'yor bo'lgani kabi, suzish mashg'ulotida ham oltin qoidalarga amal qilishni unutmang.